Assalomu alaykum hurmatli Bozorbop obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Sizlar uchun xudo xolasa bugun Sharxon jo'ja bozoriga tashrif buyurganmiz. E'tiborlarga. Cheksiz boshdagi buqalar hafta kuni seshanba manzil Farg'ona viloyatida Sharxon jo'ja bozoridamiz. 31-mart hafta kuniga 31-martdamiz akalar. Mana xudo xolasa sizlarga novvoslashni imkon beramiz. Boshladik akalar. 36,5 million so'm narx aytilyapti bu novosimizga. 5 million so'm 500 ming savdo bo'lyapti novosimiz. Mana 32 million so'mga baraka bo'ldi bu novosimiz. Mana bo'ylari. 34 million so'm narx aytilyapti bu novosimizga. Mana bo'ybasilari. 6 million so'm narx aytilyapti bu novosimizga. 32 million so'm narx aytilyapti bu novosimizga. Necha pul olibdi? Necha pul oldi? 25,5 million so'mga olsa baraka bo'lsin. Mana bo'ybasilari. Novosimiz 22,5 million so'm savdo bo'lyapti. O'yinchi o'rtasida qol olib, baraka topasiz, oldin tog'a tinsa qilmaydi, mindaydi. $26 million so'm kam bor ekan. Novosimiz. So'jamiz. 19 million so'mga baraka bo'pti bunisi. Bunisi 32, yonda eshakga esa 33 million so'm kam bor ekan. Mana bunisi 33, bunisi 33. 26 million so'm narx aytilyapti bu novosimizga. Novosimizga 23 million so'm narx aytilyapti. Mana bor qoldilari. 38 million so'mga baraka bo'pti bu novosimiz. Sharxon jo'ja bozorida. Bo'ylari xudo xolasa 1,5 bilizlar. 23 million so'm 700 mingga baraka bo'ldi shu novosimiz.